بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli ahli islom, mo'min musulmon birodarlar, O'zbekiston xalqini, dili pok, iymonlik, mo'min birodarlarimiz, Alloh taolo hammamizni tan jonimizni sog' salomat qilib, hamisha rushdi hidoyatda qilsin. 2000-yili Saudiya mamlakatiga islom dinini 5-arkoni bo'lmish haj ibodatini ado etgani O'zbekistondan 4000 hoji bilan birgalikda bordik. Ibodat qilib yurgan paytlarimizda ko'zim bir sodda dil, pokiza bir hoji otaxonimizga bir arabni mensimasdan qarab, qachon musulmon bo'lgansan, namoz bilasizlarmi, oyatni tushunasizlarmi, hadislarni eshitganmisizlar, yurtinglarda o'zi musulmon bormi degan masxaromiz savoliga tushunmagan otaxonimiz kulib tabassum bilan ha deb turuvdilar. Men haligi arobiga aytdimki, bu odam hadislar sultoni bo'lgan Imom Buxoriyning yurtidan, din yo'lida xizmat qilgan Imom Tirmiziyning yurtidan, Burhoniddin Marg'iloniyning yurtidan deb shu so'zni gapirdimda juda qattiq o'zimga bu narsa ta'sirlanib ketdi. Kechqurun mehmonxonaga kelib, to tonggacha mana shu she'rni yozdim. Safarda bir arobiy aydi savol, javobin tingladi bo'ldi tililol. Dedi, kelding qayu yurt qay bahrdin? Dedim, mashhur Movorun nahrdin. Dedi, ko'pmu aningda ahli muslim? Dedim, shohu fuqaro barcha naslim. Dedi, xalqing qachon bo'ldi musulmon? Dedim, vaqtiki nozil bo'ldi Qur'on. Dedi, yurtboshingiz ne dinda a'lom? Dedim, ismi kabi jismi ham islom. Dedi, ne yozdi dini nazdimizda? Dedim, Alloh yurakda qalbimizda. Dedi, ne qavl urar qalbingda tug'yon? Dedim, sevmoq vatanni juz'i iymon. Dedi, mazhabda baxti qay saodat? Dedimki, ahli sunnat val jamoat. Dedi, bormu hadis bilmoqqa imkon? Dedim, bobom Buxoriy anda sulton. Dedi, kimdir aqoid ilmi nuri? Dedim, ustozimiz al-Maturidi. Dedi, kimlar taniqliq ahli shoir? Dedim, Yassaviyu Navoiy Bobur. Dedi, qaysi shahar bor dilga oro? Dedim, Xiva, Samarqandu Buxoro. Dedi, qay muddaoda fozilu millat? Dedim, bunyod ajib ozod davlat.